O'zbekiston bo'yicha eng arzon va sifatli travertin $7 dan $12 gacha. Siz istagan, xohlagan fasonda chiqarib beramiz. Ko'rib turgan travertinlaringizga 10 yildan 15 yilgacha garantiya beriladi. Do'stlar, travertin devor tanlamaydi. Xoh loyshoq bo'lsin, xoh qumshoq bo'lsin, bemalol xohlagan turdagi dizayningizni travertin ursalaringiz bo'ladi. Loy bo'ldimi, chang bo'ldimi, xavotir olmanglar. Bu travertinimiz moyishi bemalol suv bilan yuvarsalaringiz o'z xususiyatini yo'qotmaydi. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, do'stlarim, yaxshimisizlar? Hammani kirib kelgan Ro'zayom bilan tabriklab qolaman. Do'stlar, travertin sezoni boshlandi. Uyingizda remont qilmoqchi bo'lsalaringiz, usta topishda qiynalib yurgan bo'lsangiz, narx-navoni bilmasangiz, men sizlarga ajoyib videorolik tayyorladim. Arzon ustadan, sifatli travertindan ko'raverasizlar, $7 dan $12 gacha 3D rombikcha fason qilingan. Bundan tashqari har xil fasonlar bor. Shu uyimizda bitirgan travertinchi ustani chaqiramiz, savol-javob beramiz. Bittadan like bosib qo'yinglar, biz boshladik. Usta aka, keling qani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, Jahon aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Obunachilarni bilan bir ko'rishib qo'ying. Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar. Marhamat, yana bitta yangi obyektni boshladik. Xo'p, Jahon akamiz usta bo'ladilar, shu uyimizda bitirganlar. Xo'p, bu xonadon necha kvadrat aka? Bu hovlimiz obshi 300 kvadrat. 300 kvadratli xonadonga travertin qilingan. 300 kvadrat. Yaxshi. Loyshoq bo'ldimi yo qumshoqmi taki? Devorimizdagi qumshoq edi. Qumshoq. Devordagi qumshoq, ichkari hovli, ichkari qismi, darvozaxona qismi, ayvon qismi loyshoq. Demak, loyshoqqa ham, qumshoqqa ham travertin ursa bo'laveradi. Bemalol. Yaxshi. Xo'p. Bu fasonga 3D rombik deb nom ataladi aka? Bu 3D rombik qilingan. Rombikcha. 3D rombikcha qilingan. Uzoqdan qarasalaringiz 3D deb turadi, yaqindan kelsa silqini. Xo'p, yaxshi. Aka, bu qanday qilinadi? Bir tushuntirib o'ting, qanday, nima qilinadi? Agar devorimiz shikatorka bo'layotgan bo'lsa, tagidan rang uriladi, o'zining gruntovkasi bor. Keyin travertin tortiladi. Keyin mana bu polirovka qilinib, keyin bo'yalib chiqiladi. Обязательно polirovka ham bo'ladi. Qilinadi, обязательно. Lak ham suriladi, bilishim bo'yicha. Polirovka, lak do'stlar. Xo'p, travertinimiz 300 kvadrat dedingiz-a? Bu hovlimiz 300 kvadrat. Necha kunda bityapti aka hozir? Minus sovuq havoda. Hozirgi ob-havoda, misol uchun 15 kun atrofida bitadi. 15 kun atrofida 2 haftada bitirib beradilar. Yaxshi. 12 ta viloyatga chiqib ishlayverasiz-a? Shunday, 12 ta viloyatga ishlayveramiz. Kvadratiga qarab. Kvadratiga qarab, misol uchun chekka joylarda yotoq joyi, shunaqa joylari sharoitlariga qarab sharoit qilib berish kerak обязательно. Ha, endi sharoit bo'lmasa bo'lmaydi. Shunday. Xo'p, aka, derzani girdilarga tega yopishtiribsiz. Bu Pinaplexmi yoki bu tegamiz Pinaplex yopishtirganmiz. Pinaplex tega, padakonligan tegadan bo'lgan. Shunday. Kelaylari baquvvat yaxshi yopishgan aka? Kelaylari baquvvat, ustidan yana travertin sepib berganmiz. Ustidan like-pak shunaqa narsalari bo'lgan. Yaxshi, mana bu taraflarga ham, eshik girdilarga ham polностью tegadan yopishtirib berganmiz. Kelishgan holda. Yaxshi, 3D rombikcha fason bo'lgan. Shuni g'ishcha fason ham qilsa bo'ladi, aka? G'ishcha fason, однотомный, har xilcha varianti bor. Variantlari ko'p. Shunday. Xo'p, aka, nech puldan bo'lyapti hozir? Hozirgi kunda $7 dan $12 gacha qilyapmiz. $7 dan $12 gacha. Shu fasonimiz $9 dan bo'lgan. Mana shu ko'rib turgan fasonlaringiz $9 dan bo'libdi. Shunday. Xo'p, $10, $12 ga qanaqa fasonlar? Misol uchun $10 ga однотомный, hozirgi chiqqanda marmarino, kartamero shunaqa deydiz. Kartamero fasonlar. Oq bo'ladi, ha? Qilyapmiz, 2 sloy qilinib, 2 sloy bo'ladi. bilan. Yaxshi. Xo'p, do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, 300 kvadratli xonadon 15 kunda bitgan. Bemalol telefon qilib zakaz bersalaringiz bo'ladi, chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Jahon akamiz anchadan beri o'zi travertinda ishlab keladilar, do'stlar. 10 yillar bo'lib qolgan Jahon aka. Qarib 8-9 yil atrofida bo'ldi. Yaxshi, akamiz ham katta qo'rg'onlik, o'zi O'zbekiston bo'yicha почти 80% travertinchi katta qo'rg'onlik ekanda. Boshqa vodiylarga unday ko'p ko'rmadim. Vodiylarda ham bor, hamma joyda bor-da. Lekin o'zimizdan ko'p travertinchilar. Xo'p, endi uyda ichkari qismlarni ko'rsataylik. Mana tashqarisini ko'rdinglar do'stlar. Har bitta derazaga tega yopishtirganlar. Aka, mana shu tega ham endi qanday bo'ladi yopishtirishi? Qarang, tegalarni uyga olib beradi.
Tegani uyga solib berib, yopishtirish oddiy narx bo'ladi. Narxlari kelishilgan holda chiroyli qilib chiqarib beramiz. Yaxshi. Xo'p, aka shu ikkita xarajat qilmasdan shuni travertinni o'zidan tegacha rasmcha chizib bera olasizmi? Ha, travertinni o'zidan chiqarib beramiz. Ichkarisiga chiqarib berganmiz, bitta ko'rsangiz. Marhamat, ko'rsatamiz. Derazalarni, eshiklarning girdilariga. Xo'p, bismillah. Mana aytganingizdek, uyda ayvon qismi loyshovoqdan, loyshovoqni ustiga qilingan ekan, aka? Ha, loyshovoq ustiga kafelni gili tortganmiz. Kafelni gili tortilgan, ustidan keyin travertin tortganmiz. Xo'p, yo'q shekilli. Tak, bu fason nima deb ataladi, aka? Bu ichkariga 3D palasa qilib berganmiz. 3D palasa. Ichkarisiga 3D palasa qilib Bir xil berganmiz. ketsa 3D palasa deylik ekan. Shunday. Xo'p, uyimiz ham yaqinda bityapti ekan, hali ishlari. Hali kafellari yopishtirib remontlar bo'lmagan, faqat travertin qilib bergan, endi kafelchilar nasib bo'lsa kafel. Mana shu qatorda kafel bo'ladi, polностью. Shu nolga olingan. Mana shu nolga olingan. Xo'p, do'stlar, mana qaranglar, arka tushirib berganlar ayvon qismiga. Ayvon qismiga arka tushirilgan, arkaning ichiga 3D rombikcha fasoncha qilingan. Shunday. Chiroyli bo'lgan. Burchaklariga Versace qilib berganmiz. Versace chiroyli chiqadi-da. Ha, Versace bilan 3D rombik 3D palasalar chiroyli chiqadi. Shunday. Aka, Versace alohida bo'lmaydimi? Versace'ni o'zi aslida misol uchun metrga olinadi. Metrga. Kelishib qolsak, option ham qilib beramiz. Option ham kelishtirib qilib berasiz, chiroyli qilib. Xo'p, skidkalar-chi aka? Skidkalar endi ro'zoyiga chiroyli kelishtirib berasiz, chiroyli qilib. Xo'p, yaxshi. Bu taraflari 3D palasa bo'lgan ayvon qismi. Xo'p, 3D palasani turbucha variantini ham urib, har xilcha qilib chiqaribsiz, ha? Ayvonda, значит, ikkita o'zi ikkita arka bor. Arka bo'libdi. Ikkita arka bo'lgan. Tumbani ham bitta alohida ko'rsatib o'taylik. Qaranglar do'stlar, o'zi tumba eskicha qishloq sharoitida mana shunaqa bo'ladi. Oddiy bu nima deyiladi? Bu ustun yog'ochdan bo'lgan. Yog'ochdan. Bolor deyiladi, endi bolorda. Bu o'zi shtirish qolmasin degan hisobida ustiga tega yopishtirilgan. Mana tega yopishtirilganlar. Shunday. Bu o'zi ikkita yarimtadan bitta qildi. Mana dumaloq bo'lgan. Qaranglar qanday chiroyli bo'lib turibdi. 18-asrdan 25-asrga tushib qolgandek bo'lyapti-da. Ko'rgan odam. Tagida bitta kafel qilib olsa, chiroyli bo'lib ketadi nasib bo'lsa. Hozir buni ustiga qanday kafel qiladi aka, taxtani ustidan? Ya'ni o'zi misol uchun mana shuga beton qo'yib, kafel qilinadi-da. Kafelchilar endi qiladi-da. Nol mana shu sharoitda bo'lar-ekanda. Shunday. Lekin zo'r bo'lgan aka. Mashin bilan urmasa turaveradi 10-15 yil. Ha, bemalol. Ayvonchaga. Xo'p, garantiyasi qanday aka travertinni? Travertin garantiyasi aka 10 yil berilyapti. 10 yil garantiya. Xudo misol uchun endi asrab avaylab devorlar nima qilmasa. Ha. Xo'p. Buni misol uchun loy changlarga moyshi travertin yuvsa bo'ladi. Bemalol yuvsa bo'ladi. Issiq sovuqqa, qor yomg'irga hech narsa qilmaydi. Issiq sovuq, qor yomg'irga chidaydi. Xo'p. Ko'cha qismiga do'stlar, astronomga ko'p quyosh tushib turayotgan joyiga har 3 yil, 4 yil, 5 yilda bir lakini yangilab urib olsanglar, ko'cha qismi misol uchun chiqsa bir 70 kvadrat chiqsa, o'shanga 100 dollarlik xarajat ketadi lakiga. Shu atrofida ketadi. Misol uchun lak o'zimiz chaqirsa, o'zimiz borib qilib beramiz. Qilib beraveradi. Aka, faqat travertinmi yoki yana qanaqa xizmatlar bor? Bizlarga faqat travertin. Travertin, kafel unaqa ishlar qilmaysizlar. Yo'q. Xo'p, do'stlar, ko'rib turgan ayvon qismlaringiz loyshovoq bo'lgan. Tashqari qismi qumshovoqda. Qumshovoq loyshovoqda ustida bemalol turaveradi. Endi tashqari qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'cha betimizga misol uchun quyosh tushsa yo yomg'ir ursa hech narsa qilmaymi degan savollarga men javob. Misol uchun bu tomon ko'cha beti. Bu tomon ertalabdan kechgacha quyosh tushardi. Hech narsa qilmaydi, yomg'ir hech narsa qilmaydi. Moyshi travertin do'stlar 10-15 yil garantiyalari bor. Agar o'zingiz nima qilib qasddan devorni qirmasangiz, o'zi hech qirilmaydi, kafelday. Chunki do'stlar bu polirovka qilinadi, lak uriladi. Polirovka bo'lgandan lak uriladi. Shunday. Xo'p, har bitta mana podokonnetchalarga ham, kichkina nimacha derazachalarga ham, fortikalarga ham nimadan yaxshi pulni ayamabdilar. Ha, Perablixdan chiqarib berganmiz. Chiroyli qilib. Shu bitta oynaga necha pul ketadi derazaga? Sredni 250 dan 350 minggacha ketadi. Endi fasoniga, anulariga qarab, tegasi. Xo'p, aka, bu xonadonni 9 dollardan qilasiz. Ichiga nimalar ketadi? Bu xonadon 9 dollardan qilganimiz, qarang, misol uchun travertini, skochi, mana ranglari, laki, usti haqi kirib ketadi. Hamma xarajat ekan. Hamma xarajat. Devor shikaturka bo'lsa agar loy sovuq bo'lmasa, rang bo'layotgan bo'lsa, uydigasi olib berayotgan narsa kafelnikiga olib beradi, lesa olib beradi. Misol uchun agar tega yopishtirmoqchi bo'lsa, tegasini olib beradi. Shunaqa. Xo'p.
yotoqxona qilib berasizlar. Endi uzoqroq joy bo'lsa, Endi qanday yotib ishlash ishlasa, tezroq. tezroq hozir. Xo'p, yana uyda egasidan talab qilinayotgan narsa bitta lisa olib beradilar. Lisa. Tepalarga ishlash uchun. Shunday ham. Lisa unga qimmat emas. Shu Lisani ikki nimaga kunga beriladi? Arenda. Arendaga beriladi. ha. Shunday. 15-20 kunga undan ko'p summa bo'lib ketmaydi. Qolishsa 3D rombikcha fason qilingan. Hozir sizlar ekranlaringizda uzoqroqdan ko'rinyapti. Kommentariy yozinglar. Rombikcha fason qanday sizlarga yoqayaptimi, yo'qmi? 3D effektini beryaptimi do'stlar? Videoga ham. Xo'p, yozib ketasizlar. Derazasi ko'p ekan xonadonni. Bu yerda ham 3 ta ko'cha tarafga ham deraza tushgan. Hamma derazani girdiga tegadan Chiqarib bergan. Pinaplex yopishtirganlar. Xo'p, yaxshi aka, travertinni 12 ta viloyat bo'yicha xizmat qilasiz. Bemalol. 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Hozirgi kunda Tojikistonga ham chiqish niyatlari bor narsa bo'lsa. Tojikistondan ham zakaz oladilar. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston. Qirg'iziston, Tojikistondan ko'rayotgan bo'lsalaringiz ham bemalol aloqa ichib ko'rasizlar. Shunday. Xo'p, yana nima deymiz? Bundan tashqari oddiy 3D palasa, 3D rombik, 3D g'ishtcha, xo'p, karta mero, keyin yana qanaqa chiqdi? Hozir eng yaqinda chiqqani Leonardo chiqqan, misol uchun 7-8 xil fasoni bor, ha? Kimda vkusi dediga qarab, o'sha misol uchun variantlarni ko'rsatamiz. Qaysi qanaqa yoqsa, o'shanaqa beramiz. Misol uchun sharoitiga ham qarab uyda. Telegram, WhatsApp'ingiz bormi? Telegram, WhatsApp hammasi bor. Mana shu nomerlari Jahon aka bo'ladilar. Shunday. Rossiyadan turib telefon primoy qilishga qiynalsangiz, Telegramdan yozing yoki WhatsAppdan yozsangiz, savollaringizga javob beradilar va kataliklarni bundan oldingi qilgan uylarini ham, ishlarini ham tashib beradilar. Xo'p, borib ko'rish, dizayn bo'yicha maslahat berish. Samarqand bo'ylab bepul, misol uchun Samarqand bo'ylab chekka joylarga aniq ish bo'lsa borib ko'ramiz. Aniq ish bo'lsa, bo'lmasa, Yo'q. Uzoq joyga hozir vaqtda misol uchun. Metanam problema. Xo'p, do'stlar, uy sizlarga yoqdimi? Kommentariy yozib qoldiringlar, bittadan like bosib qo'yinglar Jahon aka. Nasib bo'lsa, chiroyli qilib berasiz aka. Nasib bo'lsa ro'za oylari skidkasi ham bor. Skidkalar qilib chiroyli qilib beradilar. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like bosib qo'yinglar. Shu videoni travertin qildiraman, fasadini hali remont qildirmagan yaqinlaringizga, tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.